Ana, betobat loni g'alyapti. Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Qilichbek, kanalimizga xush kelibsizlar. Eron va Isroil urushi butun dunyo nazarida. Bugun shu haqida sizlarga kerakli yangiliklarni taqdim etamiz. Videoni oxirigacha ko'ring va siz eshitgan yangiliklarning barchasini tomosha qiling. Videoga eslatib o'tamiz, like bosishni unutmang, kommentariyaga esa o'z izohingizni yozib qoldiring. Eronliklar isroillik josusni ushlab olishdi va shunday videorolik tarqatishdiki, Isroilga uchirilayotgan raketaga aynan o'sha josusni bog'lab uchirayotgan videorolikni tarqatishdi. Hozirgi vaqtda Isroil shokda. Eron tomonidan uchirilgan 950 ta raketa butun mamlakatni titratdi. Ba'zi bir manbalarga ko'ra, o'sha kuni 24 kishi halok bo'lgan, 1217 kishi yaralangan, 8190 odam uylaridan evakuatsiyalandi. 30 mingdan ortiq mashina va binolar shikastlangan. Bu orada AQSh Eronning yadroviy obyektlariga zarba berdi. Kongress esa Trampni maslahatsiz urush boshlaganlikda ayblamoqda. Rossiya esa jiddiy bayonot bilan chiqdi. AQShning bu harakati butun mamlakatni barbod qiladi. Bu orada BMT urush xavfi yanada ortganini e'lon qildi. Radiatsiya xavfi bormi? Ayrim tahlilchilarga ko'ra, agar vaziyat keskinlashsa, oqibatlar Markaziy Osiyoga ham ta'sir qilishini aytishmoqda. Eron armiyasi bosh qo'mondoni Xatamiy AQShga qat'iy javob berish bilan tahdid qildi. Bu haqida u qurolli kuchlarning yuqori martabali zabutlari bilan uchrashuvda ma'lum qilgan. Amerikaliklar har safar jinoyat sodir etganda qat'iy javob olgan va bu safar ham xuddi shunday bo'ladi dedi u. Ammo Trampning qilgan zarbasidan so'ng butun dunyo xavotirda. Moskva va Moskva oblasidagilar registratsiya qildirmoqchimisiz? Yokida sizda deport zapret borligini tekshirtirmoqchimisiz? Unday bo'lsa, hoziroq mana bu ekrandagi raqamlarga murojaat qiling. 7-24 soat sizning xizmatlaringizga har doim tayyor. Hozircha sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Keyingi yangiliklarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.